qurbi yetmaydi, joyi yo'qdir, boshqadir. Har xil faktorlar bu qariydi-da, muammolar ko'p. Har bitta oilada muammo bor. To'g'ri. Kichkina joyingiz bo'lsa, 10, mayli 5 ta boqib qo'yinglar. O'zinglarni immunitetni ko'taradigan go'sht bilan ta'minlaylar degan maqsadda boqmoqmiz-da. Bir marta katta qilib olsangiz, so'yib tugata olmaysiz ekan. O'zidan o'zi chiqaveradi ekan. Baraka-da, baraka. Qaytib chiqadigan. 2 oy sabr qilsa, 3 oy sabr qilsa bo'ldi ekan deyman. Eng kichkinasidan boshlangan taqdirda men tayyorini olsa-yu, bir oyda natija beradi ekan. Qaynaydigan xumchaga o'xshaydi. Shunaqa. Qaynayveradi, tegi yo'q. Xo'jalikda so'yib ishlataverasiz ekan. Misol qancha yegan saringiz yana chiqaveradi ekan o'zingizga. Eng asosiysi tabiiy eko go'shtda misol so'yasiz, muzlatmaysiz. Shu vaqtda kerak bo'lsa solasiz, oshchasini olib qo'yasiz misol. To'g'ri. Lekin mana bunaqa narsa ham bor deb biza misol uchun bularni boqib yetishtiryapmiz. To'g'ri, tegida hammani ham manfaati bor. Hammani interesi pul deydi. Lekin baribir bu go'shtga yetadigan go'sht ham bizani keyingi kelajak avlodni o'ylagan holda bu yo'nalishga biz qo'l urganmiz. Bekorga emas, bo'lmasa 9 yil broiler boqqanman, bekorga broilerdan отказ qilmaganman. Ichida nima qanaqaligini bilib-da, bizning temamiz qolib ketdi, qaranglar. Qozog'istondan 110 ming, 105 mingdan kirib kelayotgan go'sht, misol uchun siz o'zingizni tomorqangizda boqsiz, mana quyonni hozirda 40 ming, 50 ming yem sotib olgan holda shunaqa go'sht to'g'ri kelyapti kilosi. 50 mingdan oshmayapti. 50 mingda misol uchun ham bilyapsiz, nima yediryapsiz, nima qanaqa so'yapsiz, hammasini bilib turib boqilayotgan narsa-da bu. Mana shu joydan kelib chiqib aytaman, sizda misol tajriba ko'p, 6 yil, 7 yil bor. Keyin quyonni soni ko'p. Sizda aniq misol o'rtacha qiymat bor-da, misol. Quyonni 33 kunlikda ajratdik deylik, 35 kunlikda enasidan to 3,5 oy bo'lguncha misol qancha kilogramm massada yem yeydi misol. Hech hisoblab ko'rganmisiz? O'rtachasi misol. Bu hisoblangan narsa biza go'shtchi bo'lganimiz uchun birinchi o'rinda biza naslga emas, go'shtga xarajatini hisoblab olasizmi? Ha, xarajat biza hisoblaganmiz. Misol uchun meni yemimda men o'zimni yemimni eta olaman, birovnikini eta olmayman. Meni yemimda 3 oylik quyon to 1,5 kilo go'sht qilguncha 12 kilo, 13 kilo yem yeydi. Bu birinchi oy onasini ham hisobga olganda. Bitta quyonimiz qochib ketdi. Shunaqasi ham bo'ladi ekan. Yaqinlashtirib ko'rishimiz mumkin. Ketkisiga olib ketamiz shekilli. Ochiq qoldirdi deyishadi. O'shanaqa. Bu tomonga ham xudo xolasa o'zidan ajrab chiqyapti-ku. Hademay 2 oy 3 oy bo'lganda ikkitadan qilib ajratib qo'yaverasiz ekanda. Xudo xolasa betaraf o'sha quyonlarni tayyor. Faqat biza dangasalik qilib buni bitira olamiz. Yana bitta narsa, mana hozir kecha kuni o'zimizni vokzaldan ko'rdim. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Quyon boqgandan keyin обязательно uni yungini kuydirib turishimiz kerak ekan. Yungini kuydir. Bu tomonni men bir hafta ham bo'lmadi kuydirganimga. Bu tomonni. Bir haftada yana shuncha holatmi? Baribir naryo tomonda birinchi tullov bo'lgani uchun tullagan pati puxi bu yoqqa chiqib kelaverar ekan. Chunki ventilyatsiya ishlayapti-ku. Ha, tortadi, to'g'ri. Quyon xona qancha pokiza bo'lsa deyman, mana quyon kasalligiga uchramaydi ekan. O'shaning uchun doim nimaga bu quyonlar setkada turadi deb ko'pchilik savol beradi. Taxta poqisa nima bo'ladi? Bu taxta poqi bo'lmaydi ekan deb aytdim. O'zim tajriba nimaga? O'zidan ko'p amyak chiqaradi, axlat chiqaradi. Bu narsa yerga tushib ketsa, oyog'i tayin ham misol ko'rishingiz mumkin. Pokiza o'zini chiroyli holatda ushlab turadi ekan mana. Bunaqa oppoq oyoq chiqatda yo'q. Shuni aytaman-da. Taxtada ham, nima yerda ham bunaqa tozaligi sifatiga baho berishingiz mumkin. Erisha olmaysizlar. Faqat setka. Hamma narsani o'zini yo'li bor. Buni yo'li shunaqa. O'zini pravilasi bor. Pravilaga qarab, o'sha zakoniga qarab ish tutishingiz kerak-da. Bu setka bo'ldi. Ortiqcha o'ylab topish kerak emas. Bu narsa o'sha o'ylanib bo'ldi bizdan oldin. Bu tomonda ko'rishingiz mumkin. Kalsiy ko'p bo'lgandan keyin bunga qarash osonligi uchun buni albatta liniya qilish kerak. Bu tomonda hammasi bo'g'oz ekan. Bizda konveyer qilib yo'lga qo'ygan ekan. Mana 25-sloga xudo xolasa o'sha bo'g'ozli bular bronda. Hammasi bronda turibdi. Birinchi qoringa bular? Ham birinchi bor, ham ikkinchi bor bu yerda. Birinchilar ham ancha yirik tenglashyapti. Yo'q, yaxshi. Yem yaxshi bo'lsa shunaqa bo'ladi-da. Shunday aytaman. Hamma gap yemda. Bu keyin ko'p narsa. Karmushkani
hozir men ba'zi quyonlarni ko'rdim, xarakter ekan. Yeyotganda titish holati bo'ladi ekan. Shuni tutmaslik uchun ishlatilganmisiz? Yo'q, tili bor Mametda. Men yana zakaz qilib qo'ydim Farg'onaga, mana shu karmushkadan. Brendov emas, bu bizadan oldin ishlab anaqa уже sinovdan o'tib bo'lgan narsa, lekin bizaga yoqqanimiz uchun biz tavsiya qilamiz. Buni tegi setka. Agar kukuni bo'lsa, qanaqadir o'sha uni bo'lsa, o'sha tushib ketadi. O'zi elaklanib tushib ketadi pastga. Baribir bo'ladi. Misol uchun mana Toshkentdan Andijonga olib ketyapsiz, uriladi, deydi. Urilgandan keyin kukuni bo'lmasligi mumkin emas. To'g'ri. Hozir ko'pchilik bu video chiqqandan keyin menga bo'g'oz quyon kerak deb aloqaga chiqishadi. Bo'g'oz quyonlarimiz bor. Hozir maksimal darajada nechta qilib bera olamiz? Hozir men mo'ljalim bo'yicha 8 yo 9 martga mo'ljallayapman. Bunim sotildi o'zi. Uje bron bo'ldi. Bron yo'q bundan o'zi. Qolsa o'sha o'zimni ham videolarimizni ko'rishadi. Men uchun quyonchilikni bo'yicha ko'rsa meni ham videom chiqib keladi. O'shanga bu partiyadan qolsa e'tiboraman. Lekin keyingi partiyani 7, 8, 9 martga mo'ljal qilyapman men. Yana ko'ramiz. Men ham o'zim hali ko'pincha videolaringizni ko'rib turaman. Orada bir hafta 10 kun bo'lib ketsa, nima yangilik ekan, nima bo'lyapti ekanligi qiziqasi bor. Kelib ko'zim bilan amin bo'ldim, hali ish ko'p. Yem qilishingiz kerak. Mana somon anaqa bedaprist taxlab qo'ygansiz. Narsalar taxlanib yotibdi. Ketayotgan joyda bizani ushlab oldingiz, shuni aytaman. 3 soat kutardingiz. Kechagi kuni siz bilan aloqaga chiqish uchun misol Telegramdan yozib qo'yaman, misol 2 soat, 3 soat javob yozdim. O'yladim, hali Xurshid akam orada ketdi deyotdingiz o'tgangi videoda. Ketgan bo'lsa, o'ziga qolgan bo'lsa, zinach dedim, ish bilan band, telefonga qarashgan vaqti yo'q dedim. Oxirgi payt to'g'ri, biz bloger emasmiz. Birinchi o'chirda fermermiz. Bizani fermerni ishimiz birinchi o'rinda. Qanaqadir ulashgimiz keladi, imkon boricha. Lekin baribir faqat blogerlik qilsak, bloger ham shu vaqt talab qiladi. Vaqt talab qiladigan narsa ekan. O'shanga blogerlik faqat qilsak, biz fermerga kelishmaydi. Ishlash kerak-ku. Hozir bu bitta boksni o'zini ko'ryapsiz, a? Shunaqadan 3 ta bor ekanda. 3 ta bor. 3 ta xolos. Hozir 3 ta boksni shunda 3 kishi qarab ulguryapsizlarmi? Ulguryapmiz. O'shanga ham video chiqmayapti. Ulgurganimiz uchun video chiqmayapti. Albatta videomiz o'zi qisqacha 5 minut vaqtini olmoqchi bo'ldim, lekin gap ko'payib bo'lsa obunachilarimizga bo'lsin qo'shimcha yangilik qayta takrorlanish bo'lib qolyapti. Opani YouTube kanallarida hamma yo'q bor. Maqsadimiz nima? Maqsadimiz yaxshilikka qiziqtirish. Misol sizlardan bir so'm manfaat emas. Misol nima qilasizlar? Shu videoni ko'rib, misol opadanmi, kimdan bo'lsa, misol qiziqib shu narsani o'zida ko'paytirsangiz, shu O'zbekistonda halol bo'lgan, sifatli bo'lgan quyon go'shti ko'payadi. Albatta bu eldan elga naf deydi. Shuni singari maqsadimiz yaxshilikka chorlash. Bu narsada foyda bo'lmaganda misol biz sizlarni qiziqtirmardik. Birinchi o'rinda hali aytib o'tganingizdek hamma narsa finansga borib taqaladi. Ishqibozchilik ham nima ishqibozchilik bo'ladi? Birinchi o'rinda odam qiziqadi, ikkinchidan misol shundan daromad olsam bo'ladimi? Albatta daromad olsa bo'ladi, uning uchun yurakdan qiziqib, mehr berib qarash kerak deyman. Shunaqa. Videomiz manfaatli bo'ldi deb o'ylayman, xudo xolasa. Bu sohada hali bizda konkurensiya yo'q O'zbekistonda. Bu soha yangi soha. Tak что quyonchilik bosinglar.